Ho'p, Ziyo Muhammad bro, Nuriddin bro, Qatarga 10 nechtadir o'zbek bordik, to'g'rimi? Yo 20 tami? Yo, 15 ta guruh. 15 ta guruh. Ha, 15 ta guruh. Bu Kamida 20 ta 30 ta odam. 20 ta 30 ta odam bordik, lekin hamma ham bormadi. 37 milliondan. Shunga biza podkast yozib, podkast nomlaymizmi endi yo bir Qatarda Qotar podkast. Qatarda Qotar, Qatar podkast nomlaymizmi? Qisqasi siz hozir mana shu podkastni ko'rganingizdan keyin Qatarda Web Summitga qatnashgandagina bo'lishingizga harakat qilamiz. Qisqasi mana atributikalari basic. Nima deb ta'rif berasiz o'zi bunga? Sizlar ko'rgan eng yaxshi basicmi yoki Men sizga shu kuni aytdim, bilinadi Qatarda qatarliklar ishlamasligi, boshqa chet ellik Ba'zi joylardami? odamlar ishlaganligi bilinadi. Juda ham mana oq ko'rinib turibdi. Bu O'zbekistonda bundan yaxshi qarab. Bu O'zbekistonni yomonlash maqsadida emas, bu Web Summit'da darajasiga to'g'ri kelmaydigan narsa degan ma'noda aytmoqchiman. o'zi bannerlari ham, poligrafiyalar ham. Ha. Biz PAUK chiqartirmoqchi bo'ldik. PAUKni такой melli deydimi, anaqalik такой. Ular g'alati kallalarim. Dashmon versiyasi. Bo'lmadi. Shuning uchun bu yo'q. Yaxshi. Lekin funksional jihatdan zo'r. Har bittasiga QR kod beradi, o'zini appi bor ekan. App orqali skaner qilganda o'sha odam kimligi, qayerdanligi, nima kompaniyadaligi kelib chiqadi. Endi men Amerikada bo'lganimda, TechCrunch'da ham qatnashdim o'tgan yili. O'shanda ular qanaqa badge berishgandi, men xuddi mana shunaqa, faqat o'rtasida bitta device bor edi. U device'ni bosib tursa, ikkalasi bir-biriga bosib tursa, kontakt bo'ladi. Chunki o'sha kuni Wi-Fi yaxshi ishlamadi. 3-kuni Wi-Fi ishlamaganda hamma mana shu qotib qoldi. App sifatida zo'r, lekin boyagi usul internet ishlamaganda ham juda yaxshi anaqa edi. Lekin o'sha Ziyo Muhammad aytgandek, funksional jihatdan zo'r. Yana bitta kamchiligi bu bo'yin turuqqa kaltaligi bo'ldi. Ha, rostdan ham kalta. Ya, u o'ylangan u. Mana shu qilib ko'rsatish uchun, ya, mana bunaqa qaramaysiz-da. Ha, to'g'ri. Odamlar qorniga qaramaysiz. Zo'r nima, men endi sizlarni basicga olib kelasizlar deb o'ylavdim-da. Men ko'rsatmoqchi edim. Mana bunaqasidan odamda kelib qolsa, chunki u sizni biz QR kodingizni skaner qilayotgan bo'ladi. Kelinglar endi hali prям eventga o'tmasdan basic mana bu qo'lga ilingan narsa, bu ikkalasi bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Qo'l turuq bu bo'lishi kerak edi. Bilak turuq. Buni Nuriddin bro, Ziyo Muhammad bilan biz topdik yo'lini qanaqa qilib yechib olishni mana bunaqa qilib. Вот Nuriddin bro oshxonada o'tirib qaychida qilqishlariga to'g'ri keldi. Katta pichoqda. Buni vazifasi menimcha shu kontrol qilishda, to'g'rimi? Chunki pul to'laganmi yo'qmi degan narsa. Chunki bizada tajribamizda ham bo'ldi-yu, bizga anaqani berib turgan bejigini tashqariga olib chiqib tur, yo'qotganman deb aytgan degan anaqa odamlar menga yozishdi. Keyin men aytdim, yo'qotsam $400 turar ekan deyishdi. O'sha aytishdi-ku, ya'ni bejik yo'qotsangiz masalan $100, anaqani yo'qotsangiz $400 to'lashingiz kerak. Bu degani buni aldash sizga qimmatga tushishini o'zingiz bilishingiz kerak va o'shanda har doim kirganda chiqqanda tekshirishdi. Shunda odamlar bir-birini almashtirmaslik uchun, chunki biletlar qimmat, $600 dan boshlanadi. Shu payt $1200 gacha chiqib ketdi deyishdi. Va shuni hisobidan bu narsani oldini olish maqsadida qilingan. Ana Bit Summitda so'roq kiyindik, o'sha payt yopib qolganda so'rashdi-yu. Bormi rostdan shu Bit Summitga kirayotganimizda so'rashdi bir ikkita joyda. Hali bizda nimaga ham bordik, Night Summitlarga ham bordik. Ikki faktorli avtorizatsiyani. Basic bittasi bu. Ana offline versiyasi. Приложение. Nima deysizlar приложениеga? Приложение menga yoqdi. Bizda misol uchun mana ICT Week bo'ladi, Inna Week bo'ladi, yana shunga o'xshagan weeklar bo'ladi-yu. Yoki mana o'zimizda misol uchun yaxshi примененияsi yoshlar forumi bo'ladi. Tadbirlar birdaniga bir payt o'zi ko'p bo'ladi-da. Bu yerda baribir schedule qilish imkoniyati yoki kelayotganlar ro'yxatdan o'tgandan keyin bitta bazada bir-biri bilan tanishish imkoniyati, o'sha connected, request tashlashlari menimcha bizga kerak shunaqa app. Ya'ni Web Summit Qatarni o'zbekcha versiyasi O'zbekistonga kerak. Har qanday IT ilovalar hamda tizimlar uchun Global Move kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Xuddi shunaqa applar yasab beramiz va yana bir marta Amerikaga bo'lganimda o'sha Breezely degan adashmasam appi bor edi. Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni bu o'sha jahon sammitlarida, katta konferensiyalarda ishlatilayotgan narsa. Endi undan tashqari biz GDG Toshkentda Joiny.io degan sayt ishlatamiz. Joiny.io mana shuni yarmini qilib beradi. U networking qismini.
Ya'ni biron bir tadbir uchun registratsiyadan o'tgan yoki biron bir community bizga o'xshagan jiddiy ro'yxatdan o'tganlar bir-birini match qilish orqali, ya'ni sizga qiziqarli odamlarni temalar bo'yicha tanlaysiz, o'sha odamlarni topib beradi. Bu Telegramda bot sifatida hozir biz ishlatamiz bu narsani. Menga masalan har bir oyda 1-2 marta requestlar kelib turadi. Men bilan kimdirlar kofe ichish yoki masalan gaplashish maqsadida, kontakt almashish maqsadida yozib turishadi. Ya'ni bu O'zbekistonda ham ishlaydi. Hali Dohaga uchmasimizdan-da. Mana shu ilovani olaylik. Global Move qanaqadir summit appmi yo qanaqadir nima ko'rinishida istalgan tadbir o'tkazadigan odam foydalanishi, o'ziga custom qilib oladigan versiyasini yaratish mumkinmi yo bu qimmatmi juda? Mumkin, lekin hozir bitta pilot bizga tajriba uchun bitta tadbir kerak bo'ladi. Undan keyin qolgan anaqalarni shunga moslab. Menimcha yomon emas. Ideya zo'r, Bizda lekin qilishimiz kerak, networking. Menimcha общий bitta endi Web Summitda anaqasi ko'p ishtirokchilar 25 mingta odam deyishdi. Uning uchun alohida bitta ko'tarishga, shu aytganingizdek bizda kuzda ko'p bo'ladi, IT haftaliklar, hamma eventlar uchun bitta app qilsa bo'ladi. Hamma eventga ishlataversa. Bunda shu vazirliklar bir-biri bilan kelishib olish kerak, to'g'rimi? Nega? Endi nima deydi? Men o'zimni ilovamni ishlab chiqaman deb qolishi mumkin-da. Unaqa ham qilib beraveramiz. Global Move bu yerda katta reklamasi bo'lyapti. Demak, Dohaga uchayapmiz. Sizlar 21da uchdinglar. Mayli, 21-chisloni umuman unutamiz. Nima bo'lganda men 22sida uchdim. Meniki ham qiziq. 3 kishi uchdik. Butun boshli samolyotda kommentlarni o'qisanglar bo'ladi. Rosa komediyaga to'la kommentlar. Shaxsiy samolyotda Premium Luxury VIPda uchdik. Gostinitsalarga nima deysizlar? Hali Web Summit boshlanmadi. Mehmonxonalar. Biz bir kun gostinitsasiz yashagan odam sifatida yaxshi. Gostinitsa bori yaxshi ekan. Men bir oy oldin, masalan, o'sha fevral oyining boshida biz qidirganimizda $510-560 har xil yulduzli mehmonxonalar va shahar har xil lokatsiyasida bor edi va ko'p edi. Keyin biz где-то 15-20 kundan keyin yana qidirdik. U payt hali biletimiz yo'q bo'lgani uchun men Web Summitga ololmadik. Lekin men o'ylaymanki, agar $500 va $600 atrofida Qatarga ham aviabiletlar, ham gostinitsalar 7 kunga bo'lsa, bu juda ham zo'r taklif. Menimcha buni qilib ko'rish kerak deb o'ylayman. Shu joyda Ziyo Muhammad birovni sinfdoshlari, Sardor birovni Telegramlarini qoldirib ketamiz. Men ularga mehmonxona so'rab yozib, keyin undan oldinroq gaplashgan odamni olib qo'yganimga sal tushunmovchilik ham bo'lgan, lekin mana yozsanglar, sizlarga operativniy soat kechki payt 10 bo'ladimi, 11 bo'ladimi topib yuboradilar. Va operativ tur paketlar hammasi Sardor Akbarov tur kompaniyasi. Kelinglar mana shu joyda hali Web Summitgacha. Dohaga borishga arziydimi, arzimaydimi? Mana o'zbek dunyoqarashini kengaytirishga, qarab kelishga bo'ladimi? Bizda o'sha anaqa mehmonxonaga borganda ham juda ko'p o'zbeklar bor edi. Otaxonlar, onaxonlar, ya'ni kelishyapti, ko'rishyapti. Narx arzon, borish kerak deb o'ylayman. Doha Qatargacha borib kelish arzon-a? Yashash ham. Endi tur paketlar arzon xullas. Sardordan olsanglar bo'ladi. Borish kerak ekan, o'zi ko'rib kelish kerak. Qatar haqida qisqacha faktlar. Qatar eng ko'p oil, suyuq gaz to'g'rirog'i eksport qiladigan davlatlar ekan. Hozirgi anaqa yillik ishlab chiqarishda davom etsa 400 yilga yetadigan. Ya'ni juda kichkina davlat va juda boy davlat. Fors ko'rfazida joylashgan. Kelishdan oldin ozgina o'qidim. Shunaqa 180 milliard VVP, ya'ni yana bitta undan oldin o'qib kelganlardan. Aholisi 3 million, o'shandan yarmidan ko'pi, juda ko'p qismi chetdan kelganlar, muhojirlar. O'zi 300 ming adashmasam. 300 ming. 300-500 ming. Qolganlar rezident. Qolgan. Yashaydigan Filippinlik, Hind va barcha Pokistonlik o'sha biz uchratgan odamlar bu yoqda yashash va ishlash huquqiga ega. Xo'p, Dohaga bordik. O'sha DCC mi? DECC ni oldidamiz. Ro'yxatdan o'tdik. Bularni oldik. Yana bitta narsa bor edi, u qolib ketibdi. Metroga bizga 24 Qatar realiga nimacha berdi? Проездной deydimi? Yo'l chiptasi berdi, tiyillatib. Faqat 27sida tugaydi, ya'ni faqat tadbir kunlarida. Tadbir kunlarida. $1 3.6 midi? 3.6. 3.75 emas. 3.6. 3.5 qayerdadir shunaqa. 3.6 qar. Web Summitga nimaga bordik o'zi, o'rtoqlar? Web Bu yerda
Yo, o'zi borishimizga yordam bergan Muhammad Halil birovga rahmat. Chunki bilet masalasi rostdan oxirgi payt olamiz, olmaymiz deb ikkilanib turganimizda hal bo'lib ketdi. Xuddi shunaqa. Oxirgi kun, ya'ni uchishimizdan bir Hurmat. kun oldin. Xo'p, Qatarga nima bordik? Oxirgi paytlari Saudiya, Qatar, umuman o'sha Fors ko'rfazi mamlakatlarida va O'zbekiston orasida aloqalar yaxshilanayotganini sezilyapti. Arablar kelib bizda biznes qilishyapti. Biznikilar borib, yaqinda masalan Green White Solutions bor yoki masalan biz o'sha yerda ko'rdik, Uysot mana Qatardagi akseleratordan o'tib mana yaqin tugatibdi, LinkedInda ko'rdim. Yoki Sales Doctor mana Otabekka hozir borib Al-Farabiyda o'tishyapti. Bu degani o'sha bozorlar rivojlanyapti, ochilyapti va Saudiya bozori ham o'ziga tortyapti. Qatar ayniqsa mana hozir bizni o'sha yurtdoshimiz Yusufbek mana KFC, ya'ni Qatar Finance Authority'da ishlayotganini ko'rdik. Bu degani o'sha bozorlar ochilyapti va bizning mani shaxsiy maqsadlarim bu bizni kompaniya sifatida yoki shaxsan o'zimizga Qatar yoki butun o'sha MENA bozori qanaqa bozor, arablar bilan ishlashga biz hozir qanaqa ahvolda u yoqda o'zi biz ya'ni bozorni o'sha joyda o'zida o'rganish, bozor iqtisodiyotini bozorda o'rganish. Nurdin Birovning akademik versiyasi edi bu. Otlari nima edi? Islom Ibrohimga o'xshab bozorda arava tortib keldik hisobda. Yo, lekin ichki muhit mana yaqinda Akmal aka nimaga Kremniy vodiysidan ketmasliklari haqida yozdilar-yu, o'sha post o'qib turib qanaqadir menda sinxronizatsiya bo'ldi. Ya'ni Web Summit kichkina Kremniy vodiysi, ya'ni hamma ovda startaplar o'sha Alpha, Beta, Grow investitsiya qidirgan 1,5 mingta startap уже nimadir degan edi. Shunaqa 25 mingta odam, bu juda katta. Juda katta. 700 ta investor deb yozgan. Bu menimcha ular investor sifatida ro'yxatdan o'tganlari, ya'ni boshqa odamlar ham pul tikish xohlasa, bemalol meetup zonaga borib gaplashish mumkin edi. Ya'ni qanaqadir ma'noda hamma harakatda. Nimada bor edi? Kartochka bor edi. Hozir men kartochkani ham olib keldim. Biza yo endi jurnallik bo'lish uchun mana bunaqa bizga har birimizga ro'yxatdan o'tganimizda berdi. Bu speed networking, ya'ni 1 daqiqa suhbatdoshingizda umuman notanish yangi odamlar biz bir-birimiz bilan ham gaplashdik, to'g'rimi? Suhbatdoshingizda 1 daqiqa sizda va 1 daqiqa umumiy gaplashib olishingizga. Mana shunaqa kartochka beradi, vaqtida borishingiz kerak va siz mana shu 3 daqiqadan almashib yangi odamlar bilan tanishasiz. Va mana shu muhit baribir qiziq bo'ldi-da, ya'ni hamma harakatda, hamma nimadir qilgan. Katta summalar gapirsa, уже siz ham harakat qilasiz. Millionlardan gapirishyapti. Like-minded people baribir bo'lish kerak, yaxshi bo'ldi. Eng asosiysi men nima qilganim, O'zbekistonni u yoqda o'zini o'rni bo'lishi kerak. Ya'ni bu yil biza 50 tadir, balki 40 tadir, bilmayman. Keyingi yil balki biza 100 ta bo'lib boramiz. Ya'ni biz komandadan kimdir olib, sizlar yana kimdir olib, ya'ni keyingi safar endi startapimiz bilan qatnashishimiz mumkin. Ya'ni bu yaqinda bo'lyapti. Olaylik, ko'rdik-ku, Rioda, Vankuverda, Lissabonda bo'ladi. Endi u yoqdagi bormasligimiz baribir sal savolroq. Qatar yonimizda 3,5 soat uchsa, Qatar, Doha. Mana IT parkdan faktlar haqida O'zbekistonni qatnashish haqida gaplashsak, IT parkdan 10 ta jamoa qatnashdi. Startup garajdan yana bir 5 yoki 10 ta jamoa qatnashdi va bizga o'xshagan yoshlar qatnashdi 4 ta. Men siz 5 taga keyin. 5 takani eslamasak bo'lmasdi. Shu mana demak bir kamida shu 30 ta 40 ta odam qatnashdi. Bu zo'r. Yana bu narsani qanaqa bildik? O'zi borganimizda hamma o'sha o'zbekmisan deb so'rashdi. Ya'ni qozonmas, aynan O'zbekiston haqida ham o'sha qiziq bo'ldi lekin rostdan shu. Ya'ni begona chet juda aniq topib qo'yishdi. Haqiqiy arablar, toza arablar bizni topishdi. Bu endi chet elda kamdan kam bo'ladigan narsa. Undan tashqari yana bizga shaxsan aytishgani, bizni Qatarda o'zbek o'rtoqlarimiz bor. Top universitetida o'qishadi. Zo'r bolalar hammasi. Men o'ylayman, sizlar ham shunaqa yaxshi insonlarsizlar degan. Uje ularda yaxshi xotiralar, yaxshi qanaqadir oldindan uje tushunchalar paydo bo'ldi. Bundan foydalanish kerak. Bundan 100% pozitiv qabul foydalanishimiz kerak. qilishyapti. Misol shu Carnegie Mellondagi universitetda ko'p o'zbeklar o'qir ekan, bilmasdim. Shu aytishyapti-da, u zo'r bolalar edi, ya'ni quvnoq, xushchaqchaq, Zo'r bolalar edi. Oq-qora qilib yuboramiz kadr. Ko'ngli ochiq, yaxshi bolalar deyishdi. Shunaqa anaqa o'zbeklar haqida shunaqa o'fiy tasavvur ekan hozircha ularda. O'shaning uchun xursand bo'ldik. Men o'sha Yusufbekga ham shaxsan rahmat aytdim va agar bu yerda bizni Qatarda o'qiydiganlar ko'rayotgan bo'lsa, ularga ham
Yo, endi qarangda, rahmatni ma'nosini ham aytingda. Ya'ni o'sha yer o'zida agar xohish bo'lsa, firma ochish imkoniyati bor edi, to'g'rimi? To'g'ri. Qanaqadir pulni to'lamasdan turib. Ha, $500 $500 va $5000. va 5 $5,500. Da, $5,500. Hozir bu $5,500 kimdir Spark ko'zi bilan qaradi-da, $5,500 to'lamasdan. Unisiga yo aynan Yusupga rahmat aytgan va butun o'sha Qatarda o'qiyotganlarga rahmat aytayotganimiz sababi ular O'zbekistonning madaniy elchisi sifatida yaxshi ambassador bo'lishadi. yaxshi ambassador bo'lishgan. Ular xuddi shu nomimizni teskari chiqarishi ham mumkin edi. Da, yoki bu umuman yomon. chiqarmasligi ham mumkin edi. Ular o'zbek desa, yana bitta qaysidir bitta millat ekan degan bo'lishi mumkin edi. Lekin aynan ular o'zbeklar haqida, ular aqlliligi, ularni o'sha ochiq ko'ngil, samimiy insonligi to'g'risida mana shu kichkina lekin effektiv bo'lgan guruh shakllantirdi shu imijni. Husanovga ham rahmat. Husanovga ham rahmat. Husanovga ham rahmat. Hamma birinchi o'rin yetadi. Fuqarolik diplomatiyasi deydimi shuni? Men madaniy elchi deb eshitganman, o'shaning uchun shunaqa deb qaragan bo'lardim. Zo'r. Husanov lekin rostdan ham menga ham yordam berdi, chunki Julian Draxler o'zini sahnada nutqini yakunladi. Tushunmaganlar uchun bu Germaniya tarkibida jahon chempioni, PSJda o'ynagan, Schalkeda o'ynagan va hozir Qatarda o'ynayapti, ya'ni faoliyatini tugatmadi va men unga futbol bo'yicha qilmoqchi bo'lgan startapimizni aytsam, ha, Husanovdan xabarim bor o'tganini dedi. Shundan keyin dedim, bum bo'ldi O'zbekistonda hozir hamma endi prost futbolga bermoqchi emas, Husanov qilmoqchi bolasini. Ha, zo'r, qiziq, davay deb bir 15 minutcha gaplashdik va tezda linkidan almashib olib, endi hozir biz kelib olib tayyorlanyapmiz. Ya'ni qanaqa qilib u investitsiya qilmoqchi-da, qanaqa qilib unga biz yaxshi nima bermoqchimiz. Albatta IT решениясini global move qilishadi, shuning uchun biz ishonchni oqlash uchun ham yaxshi bir prezentatsiya tayyorlayapmiz. Julian Draxler yoniga bormoqchi bo'lsangiz, Sardor Akbarovdan tur sotib olasiz. Mana qattiq ketdi. Umuman Nuriddin Iminoxunovdan reklamani bildirmay texnik Integratsion kurslariga nima qiling, obuna bo'ling. Demak, Doha u Alpha Beta Grow startaplar, ularni ham o'zi qiziq-ku. Alfalar baribir sal yashilroq qarasangiz, ya'ni nima deydi, biz endi shuncha paytdan buyon ko'rganimiz yoki Amerikaga borib ko'rganinglar, darajasi sal boshqacharoq. Betada ancha o'ziga ishonchli, Grow'da amakilar, tako 40-45 yoshli amakilar, ya'ni bizda startapchi desa, ha endi bir havaskordir-da, nimadir boshlamoqchidir-da endi. Mayli, startapchi bo'lsa desa, bu startapchilar o'zi nimalar, aka-ukalar bilan gaplashdik-ku. Suriyalikmidi? Ha, Suriyalik hozir Germaniyada startap bo'lib kelishgan. Menimcha kamida 45 yosh bor edi ular. Da, katta yoshli odamlar edi. Men ham bir turk abi bilan gaplashdim. U abi ham oldin katta kompaniyalarda ishlagan, Procter & Gamble adashmasam, o'sha finance bo'yicha ishlagan odam ekan. Yoshlari juda katta odam. 1,5 yildan beri o'zini startapida ishlayapti. Hozir shuni nima qilishyapti, juda zo'r. Keyin bitta nima bilan gaplashdim? Iroqli bola bilan gaplashdim. U o'zining kompaniyasidagi birinchi injener ekan. Ya'ni u biznes egasi emas, boshqa emas, lekin birinchi hire bo'lgan, ya'ni birinchi ishga kirgan bola. U Iroqdagi eng katta avtomobil marketplace-ni anaqasida ishlar ekan. Zo'r. Yoki mana Sununi anaqasi bilan, CEOsi bilan, sheyx bilan gaplashdik. Masalan, juda ajoyib. Ya'ni o'sha bu qanaqadir yosh bola boshqa emas, ular hayotga yoki o'zining startapiga juda jiddiy qarayotgan va shu narsaga nechidir yildan beri o'zining hayotini tikkan odamlarni ko'rdik. Bizani o'zimizning startaplar ham shunaqa edi. Yoshi nisbatan katta, 30+ yil ko'p akalar. Shunda bu startap yosh bolalarning o'yinchog'i emas, bu jiddiy narsa va har qanday yoshda boshlash mumkin bo'lgan mindset, ya'ni miya holati, to'g'rimi? Shunaqa. Lekin o'sha statistik jihatdan startaplarni boshlash uchun va uni unicorn darajasiga olib chiqish uchun yaxshi yosh deb 30 yoshdan tepasini aytishadi. Lekin bungacha endi mana startaplar boshlayotgan deydi. Lekin bungacha qilib bir necha marta darslar o'rganib, fail qilib startaplarni o'rganish ham bu hech ham kech emas. Endi mana stagelarni aytsak, ya'ni turli xil nimalarda sizlar ham o'sha ko'rib o'tirib, baribir qiziq daraja, misol uchun
Will Smithni qanaqa qilib bir gaplashishga olib kelgan odamlar o'sha payt 1 soat oldindan joyini mixlab o'tirib oldi. Nima dedi? Biz o'chirtda turdik. O'chirt bo'lib ketdi. Navbat. Va samimiyligi, qanaqadir odamlar bilan gaplashishi, yana bizada balki Jay Shettyni uncha tanish emas, lekin u ham o'sha yaxshi nimalarni gapirib nima qildi. Va mana shu podkastga ham to'g'risini aytganda shu gapirishgan sabab bo'lyapti. Ya'ni bizda podkastlar kerak, nafaqat mana ko'rinishli, balki hozir mana Ali bilan gaplashdik. Hozirgi podkastimiz ertaga chiqadi va o'sha hamma joyda audio versiyasi chiqadi. Ya'ni mashinada eshitib ketishga ham, Spotifyda ham, boshqa joyda ham. Ya'ni audio podkastlarni ham biza Bu rivojlantirishimiz kerak, rivojlantirishimiz kerak. podkastda davomimi? Yo'q, bu yangi, lekin seriyaning boshlanishi. 0-chi. 0-chi. Ha. Pilot. Pilot. Nomi nima bo'ldi? Nomi yo'q O'ylaymiz, a? hozir. Buni nomi yo'q. Keyin aqlli yechimlar boshlanadi. Bu baribir o'sha nimaga qotganimizni yana aytaman. 37 million odam bo'lsak, hamma ham Qatarga borgani yo'q, Dohaga borgani yo'q, hattoki YouTubedan ko'rmagandir, Instagramdan ko'rmagandir. Biza o'zimizni shu ichimizdan o'tganini aytib beryapmiz. Endi keyingi nima Dohaga hozir baribir o'zim oxirida aytaman. Sizlarga hamda mana keyingi masalan 2026-yil Dohada yana Qatarda Web Summit bo'ladi. Hozirdan biletlarni sotishni boshladi. Nimaga borish kerak? Xuddi shunaqa bozor o'rganish uchun, bozor iqtisodiyotini ichidan his qilib ko'rmoqchi bo'lgan odamlar Qatarlik Nuriddin Hoshimovda qo'y. sheyxlarni Bezod birovga salom. ko'rish uchun umumiy olganda shu menimcha bu drayvni his qilish kerak. Mana siz ham motivatsiya olib mana podkast bosladingiz. Biz bitta Marokkolik bitta brat bilan biznesimiz o'xshash ekan, u bilan birga ishlashga aniq qildik. Balki mana kam bo'lishi mumkin, bitta ikkita bo'lishi mumkin, lekin shu narsa agar sizni boshqa bozorga olib chiqsa, boshqa darajaga olib chiqsa, boshqa nima deydi mindset o'ylashga olib chiqsa, men o'ylayman bu o'sha anaqasi yuvib ketadi sizni hamma qilgan xarajatlaringiz. Yo'q, o'zi menimcha 100% borish kerak. Eng kamida o'sha qotib qolmaslik uchun ham. Chunki bundoq qarasangiz, yoki qotib qolish uchun. Qatarku. Qatarga qotib qolish uchun borib bo'lmaydi. Sizlar bilan uchgandami? Mayli, ishqilib Qatarga hech qachon alkogol ichimliklarni olib bormang, aeroportda ushlab qoladi. Va umuman bu tavsiya qilinmaydi. Web Summitda keyingi safar borishga yana nima sabab bor? Общий aytadigan bo'lsak, tanish orttirish, networking uchun borilish kerak. Yangi imkoniyatlar, biznes mana kim bilandir partnership qilishingiz mumkin yoki qanaqadir leadlar olishingiz mumkin o'zingizning proyektingizga. Startup bo'lsa, o'sha anaqa investorlar topishingiz mumkin. Keyin o'sha local bozorni o'rganish, keyin yana motivatsiya olish. Baribir borgandan keyin motivatsiya oladi. Mana siz ham motivatsiya olib sразу podkast boshladingiz. Keyin yana o'sha общий nima deydi, drive muhitni his qilish uchun. Bozor o'rganish deganga hozir tushunmasanglar nima haqida gap ketayotganini, olaylik biz bilan birga ko'p nima qildik, suhbatlashdik. Sirojiddin, Johirlar, La Menu, La Cafe, ular Toshkentda nechta joy o'rganishgan men bilmayman to'g'risi, lekin borganda gaplashdik. 30 ta joyi o'sha bir kunning ichida o'rganishgan. Ya'ni 30 ta nuqtani borib, menyusi, menu emas, nima, dastavkasi, delivery xizmati bormi, yo'qmi, qilib berishlari bo'yicha gaplashib chiqqan. Va oxirida hattoki umuman boshqa xizmatni taklif qilish haqida o'ylab qolishdi. Ya'ni Qatarga balki ular qaytib borar. Ya'ni har xil ssenariylar bor. Meni o'zimni nimam, birinchi navbatda rostdan ham biz hozir baribir ochiq bozor bo'lganimizdan keyin talantlarimiz, imkoniyatlarimiz, fikrlashimiz hech qayerda bizda qanaqadir qolib ketish yo'q. Hozir aytilgan o'sha meni region bo'ladimi, undan keyin boshqa bozorlarga chiqish bo'ladimi va bizaga yangi g'oyalar uchun nima aqlli yechimlar borligini ko'rish uchun Casting. zo'r nima Aqlli yechimlar. zo'r joy va tushunishinglar uchun bizani endi 30 yosh atrofidagilar desanglar, bizdan mana Paynetda asoschisi Botir aka ham o'sha yerda g'oyalar bilan, odamlar bilan tanishib yuribdilar. Xuddi shunaqa o'sha turli xil nuqtalardan katta nimalar, yana yangi g'oya, yana yangi narsa qidirib, u yoqda bir 70-80% odam AI yondan o'tib ketsangiz ham kimdirga AI agent, AI marketplace, AI training bir nima deb o'tirgan edi-da. Qiziq kuzatuv, o'sha aytganingizdek, o'sha indiyaliklar, hindistonliklar, pokistonliklar juda ham aktiv.
yoshi kattasi ham, qarisi ham juda ko'p и agressiv, to'g'ri ma'noda anaqa qilishadi, harakat qilishyapti man ko'rganlarim. Bittasi shundoq to'xtatdi-da, hindistonlik aka o'zlarini taklif qilyaptilar-da. Mana shunaqa kompaniya O'zlarini emasdir endi. o'zlarini Xizmatlarini. xizmatlarini. O'shaning uchun ham indiyaliklar ko'p joyda anaqa bo'lsa kerak-da. Biz ham shunaqa Jon topib ketadi. ko'p chiqishimiz kerak biz o'zbeklar ham. Lekin men xursandman shu baribir bunaqa 30 ta 40 talik delegatsiya bunaqa men ko'rmaganman. Men TechCrunchga bordik, boshqa bo'ldi. TechCrunchda ham birinchi narsa sezilib turadigan narsa u o'zbeklar kamligi. Qozonlar ko'p, qirg'izlar ko'p. Qirg'izlar to'g'ri bizdan ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin o'zbeklar kam. Biz shu 37 million aholiga nisbatan kam. Lekin Qatarda shu narsa ancha sezildi. Balki Dubayda mana nima deydi, GTEX deydimi, JTEX deydimi, balki unda ham shunaqa bo'lgandir. Balki ko'pchilik mana anaqani aytadi, LEAP Saudiyada bo'ldi, LEAP konferensiyasini aytishdi. U yerda ham shunaqa bo'lgandir. Agar shunaqa bo'lsa biz xursandmiz. Web Summit ham bu shularning qatorida turadigan bitta top konferensiyalardan bittasi. Topligini belgilab beradigan narsa Paramount Pictures nimasi, co-founderlari, CEOlari, TikTok prezidenti, Reddit nimalari, Snapchat co-founderlari, o'sha texnik nimalari, kattalari, Google bir nechta loyihalari o'sha yerda edi. Hatto Uzum ham o'zini stendini qilgan ekan. Ya'ni uni masshtabi hali ko'p o'rganish kerak bo'lgan narsada, chunki mana Rustam aka Karimjonov u yoqdan bu yoqqa yurdilar, uchrashuvdan uchrashuvga, ya'ni biz attendee sifatida qanaqadir bir ko'rib, boshqa qilgan bo'lsak, siyosiy odamlar u yoqda umuman boshqa narsalarni muhokama qilgan bo'lishi mumkin-da. Hali buni balki keyinchalik gaplasharmiz. Yoki qaysidir bir jihatdan iHeartMedia'ni ichida o'zini qanaqadir doimiy eventlar bo'lib turdi. Ya'ni filmmakerlar, podcasterlar, o'sha boladan filmimiz bor, qanaqa qilib distributsiya qilsak bo'ladi, Netflixdan tanishing yo'qmi, media ekansan, katta qanaqadir kompaniyada ishlasang kerak desam, kedida menda LinkedIn yo'q, Instagramda connect qilamiz-da. Instagramda birimiz nima qildik-da, keyin qarasam u Sindup degan u nima bor, mashhur bizni hamma Vinerlarimizni Sandip o'sha nimasi bor, nima deydi? Ilhom manbai bor va uni nimasi ekan, sherik ekan. Keyin yana qaytadan keldim. Anijon, sen nima ekansan u? Katta odamsan ekan. Yoki mana Outliers kimdir o'sha Zuckerberg Landorlar o'qigan bo'lsa, Malcolm Gladwell ikkitami 3ta sessiyada yurdi. Men birinchisiga bordim, gaplashdim, aytdim qayerga takliflarni yozib yuborsam bo'ladi, chunki bizda taklif bor. Zuckerberg Landorlar keyingi qismi agar yozilsa, u yerga o'zbek shaxmatini qanaqa qilib o'sha olimpiadani yutganini yozib berish. Uni qism misol uchun biz ma'lumotlarni beraylik, chunki bilishingiz uchun 2022da boom bo'lganda hamma dahshat aylanib kelgan, qattandir o'rtacha yoshi 20 yoshli bolachalar kelib olimpiadani yutib ketganda. Bunga nima faktorlar sabab bo'lgan edi? Ya'ni o'rganadi-yu shunaqa narsalarni. Ya'ni u bilan gaplashish imkoniyati qanaqadir ma'noda prezident tadbirlarida bo'ladigan muhit bor-ku, siz birdaniga o'sha muhitga kirsangiz, vazirlar bilan, hamma bilan teng nimada bemalol gaplasha olasiz. Web Summitda xuddi shu, faqat global miqyosda. O'sha yerda ham Prime Minister bor edi, Qatar, ya'ni ayol ham qanaqadir Sheyx va sheyxalar, Qatar Foundation degan katta milliardlik tashkilotning nimalari, ya'ni biz borsak, 50 ta emas, keyingi safar olik 100 ta bo'lib borsak, qanaqadir connectlar, qanaqadir bir negotiationlar qilib olish imkoniyati baribir oshadi-da, kelishuvlar. Endi Lissabonga boramizmi yo'qmi? Lissabonga boramiz. O'zi Lissabonda eng kattasi bo'lardi. Qatarda ikkinchi yil bo'lishi, o'tgan yil bu yil bo'lgan, to'g'rimi? Shunaqa. Qatarda ikkinchi marta bo'lishi, Lissabon Web Summitda men o'sha boy emaillarga qaragandim. 10 yil oldin qilgan ekanman, harakat qilgan ekanman qatnashishga. Mana endi 10 yildan keyin Qatarga nasib qildi. Siz ham bir qadimiy odamsiz. Bir kam dinozavr. Balki Lissabonga ham borish nasib qilar, xudo xolasa, va umuman aytmoqchi bo'lgan narsa, bu o'zi katta fenomen. Web Summitda o'zi katta fenomen. Qatarda ham juda katta muammolar bilan oxiri mana hozir bo'ldi. Lekin umuman olganda shunaqa, umuman ya'ni bu aynan Web Summit, bu one of the kind, ya'ni bir turi.
boyagi nima edi, TechCrunch bor, Amerikada bo'ladigan, Saster bor, Amerikada bo'ladigan yana. Hozir o'sha butun IT Park ham yoki boshqa startup garaj, shunga o'xshagan venturelar ham shu narsaga hozir harakat qilishyapti. Endi men o'ylayman, keyingi mana bu yilga balki reja biron bir sohaga ixtisoslashgan konferensiyalarga ham qatnashib ko'rish. Tor sohaga. Tor sohaga. Boyagi Saster degani aynan o'sha SaaSlar uchun mo'ljallangan. Yaqinda Cloud Next degani bo'ladi, u cloud uchun mo'ljallangan va hokazo. Mana bu yil shu narsani ham bitta sinab ko'rmoqchi bo'lardim. Bu dunyoqarashi ham o'sha boshqa linzalar bilan qaraydigan narsa, ya'ni bor narsaga u yoqqa borib ko'rsa. Siz aytgan narsa juda ham to'g'ri, o'sha hammani bir darajaga olib keladi va siz aytda endi boshlayotgan odammisiz. Men bitta odam bilan ko'rishdim, saudiyalik nima ekan? Saudiyada umuman oil and gasda ishlayman dedi. Umuman IT ga aloqam yo'q dedi. Prosta ko'rdim shuni dedi. Keldim dedi. Men zo'r odamlar bilan gaplasholmadim. Mana shunaqa odamlar uchun ham juda qiziq narsa deb. Ya'ni umuman prosta ko'rib qoldi, qattandir qiziqdi, bilet sotib oldi, keldi. Qarasa butun IT olami mana shunaqa ketayotgan ekan. Wow deydi, qaytib ketadi. Shunaqa effekti ham bor. Nurdin bro, rahmat. Sizni hozir uchrashuvingiz bor, shuni hisobga olamiz va biz Muhammad bro bilan ozgina yana chit-chat qilamiz. Bro, mana biz faqatgina hozir Dohaga borib Web Summit haqida gaplashishdan tashqari, biz Safariga bordik, Village'ga bordik, to'g'rimi? Pearl'ga bordik, Lusail'ga bordik. Ko'rdik-ku qanaqadir ma'noda. Siz qanaqa fikrdasiz o'zimman Doha, Qatar bo'yicha? Shu boya aytganimdek, o'zi kichkina joy ekan. Biz shu safariga chiqqanimizda ham 2 soatda uje Saudiyaga chegarasigacha kelib qoldik. Inland Sea'ga borib qoldik. Ya'ni juda ham kichkina joy, 10 barobar menimcha O'zbekistondan kichkina. Doha ham shunaqa kichkina shahar. Biza turgan joy, Web Summit bo'lgan joylar bu Toshkent City'si ekan-da ularni. Ya'ni juda ham baland zdaniyalar ko'p, osmono'par binolari ko'p. DECC, Doha Exhibition Center degan joyda bo'ldi. Zdaniyalarni qurib tashlagan, o'zingiz ham ko'rdingiz. Turli xil zdaniyalar bor, har xil. Ko'pi bo'sh turibdi, o'zingiz ko'rganingizda. Buni alohida nima qilish kerak-da, chunki biz o'zi shuncha odam rostdan ishlayaptimi, kechki payt bo'lganda ham deb qaradik. Keyin bizani bular endi zodagonlar 36-etajda, bundoqroqlar 34-etajda yashadik va 5x yoqib ko'rsak, bo'm-bo'sh. Ya'ni Qatar Energy degan tashkilotni shunchalik o'ziga bemalolki, bor yo'g'i chiroqlarni yoqib tushunishingiz uchun Germaniyada mana o'sha Rossiya Ukrainadan keyin stadionlarni yoritishini o'chirib qo'yayotgan bo'lsa, futbol bo'lmayotgan payt. Bular kechki payt yaxshi rasm chiqishi uchun, yaxshi rasm chiqishi uchun, yorug' bo'lishi uchun yoqib qo'yish. Chiroqlarni butun yoqib qo'ygan, qaraysiz. Eski shaharga bordik. Eski shahar menga to'g'risi yoqdi. Sal his qilasizda, haqiqiy Doha qanaqa, Qatar qanaqa, lokal odamlari qanaqa hayot kechirishyapti. Shu Suq Vaqifga bordik-ku, juda ham yaxshi joylar edi. Umuman olganda shu Qatarda pul ko'p ekan rostdan. Oil, neft zaxiralari juda ham ko'p. Nimaga hozir unaqa mana shunaqa tadbirlar yoki futbol chempionati, ATP bo'layotganda, tennis bo'layotganda, shtor bo'yicha poyga bo'layotganda, basketbol bo'yicha menimcha jahon chempionatimi nima edi? Qanaqadir chempionat bo'layotdi. Formula 1, Formula 4, Endurance anaqalar bo'layotdi. Ular naqa deb aytishdi, iqtisodiyotini hozir diversifikatsiya qilishmoqchi ekan. Ya'ni faqat gazga yoki neftga bog'lanib qolmasdan, yangi sohalarni, ITlarni, misol AI sohalarini sinab, o'shanga pul tikishayotgan ekan. Shunga ham o'ylayman, turizmni kuchaytirishmoqchi, shunaqa har xil harakatga tushib qolishgan. Anaqada Dubayga o'xshagan bo'lmoqchi menimcha. Poyga. Chiqaman boyga. Hozir podkast umuman nima gaplashganimizdan qat'iy nazar qidirib ko'ringlar o'zi. Qatarda biz texnologik parkiga bordik. U yerda aytishdi, 8 oylik accommodation nimasi bor, programmasi bor. Bundan tashqari turli xil finansiraniyalari bor, ya'ni moliya ham ajratishadi. Endi to'g'risini aytish kerak, men olaylik uylangan inson sifatida, siz uylangan inson sifatida bizni juda tez reaktiv qaror qabul qilib, u bo'ldi, Qatardagi imkoniyatlarni tekshirib ko'rishga ketdim deyorish qiyin. Lekin hozir ko'rayotganlar ichida hali nima deydi, zapasida, zaxirasida qanchadir vaqti bor. Qani bitta tekshirib ko'ray deydigan
agar xohishlar bo'lsa, albatta ko'ringlar Qatardagi imkoniyatlarni. Chunki o'sha Web Summit doirasida bizani olib borishganda tushundik, programmalar bor qanaqadir, o'sha firma ochish juda oson agarda o'sha qanaqadir dasturlarga to'g'ri kelsa. Ya'ni inglizchasiga aytganda why not Qatarga nimaga kirib aqlimiz bilan egallab olishimiz mumkin emas qaysidir sohalarni. Yana xohlardim, mana studentlar ham ko'p borishini. Ya'ni hech qanaqa hali ish boshlamagan, prosta o'qib yuribdi. Mana shunaqa eventlarda borish kerak. Biz ham o'zi boya Nuriddin aytdi, o'sha o'qib yurgan paytimiz, ikkinchi kursligimizda orzu qilganmiz. U payt pul bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, bora olmaganmiz. Lekin orzu bo'lgan. Mana Qatarda endi bo'lyapti, u payti yo'q edi. Yaqin o'sha studentlar ham, Inxani studentlari yoki boshqa IC universitetlarini studentlari borsa yaxshi. Qanaqa aytganingizdek kalla ochiladi, boshqacha narsalarni ko'radi, уже startup qilmoqchi bo'lganlarga ham boshqacha ko'z bilan, boshqacha imkoniyatlar bilan qarab ancha o'sishadi. Shunaqa bo'lgani yaxshi. Shu biz borganda ham Qatardagi universitetdan ko'p anaqa odamlar, studentlar kelgan ekan. O'sha Carnegie Mellondan kelishgan, keyin o'zini universitetlaridan ko'p studentlar bor edi. Qayerdan sansam universitetdaman, nimaga kelding desam, shu ko'rmoqchiman, qanaqa imkoniyatlar bor, o'qishdan keyin nima qilaman, odamlar bilan gaplashmoqchiman deb yurib, aylanib, rostdan ko'rib, maza qilib yurishibdi ular. Va kuzatuvlarimizdan qiziq narsalarni ham bo'lishaylik. Misol uchun, biza endi alohida nima qildik, nima deydi? Metroda keldikda nimaga? Mehmonxonamizga. Va chiqdik, biz endi bilet oldik. Bilet olasiz, o'zi DPS bor, o'shani oldik, kirdik. Keyin bir payt qarayapmiz, erkaklar ham bor, nimalar ham bor, ayollar ham bor. Keyin keldida, endi Dubayda ko'rganman, endi Qatarda o'ylamadim-da, xuddi shunaqa deb. Tursak, bir payt bilet tekshiradigan opa keldi-da, sizlarda oila vagonidasizlar. Sizlar standartga o'tishingiz kerak dedi. Birinchi so'radi aytgancha, oila a'zolar bormi dedi. Hozir vagonda yo'q desak, unda sizlar bu yoqqa o'tishingiz kerak. Ya'ni tushunishingiz kerak. O'zim men Qatarga borishdan oldin talabami, startaper bo'lib borasizlarmi? Bitta ko'rib olish kerak, qanaqa mahalliy qonunlari, tartiblari bor. O'sha sizlar bilan uchgan aka tushib qolgan holatga o'xshagan holatlarga tushmasligi uchun yoki mana bizaga o'xshab vagonni adashtirib qo'ymasligi uchun tushuninglar, u yoqda gold bor, ya'ni tabaqalashtirish demaymiz, pul mo'ylanish joyi. Gold family, oilaviy o'sha ketadiganlar uchun yosh bolalarli boshqa va standart o'xshagan oddiy odam. Va xuddi shunaqa Dubayga borganlar uchun bu yengil emas yoki qaysidir zamonaviy shaharlarga hech qanaqa haydovchisi yo'q bu metroni, o'zi borib, o'zi kelib algoritm bo'yicha ishlayveradi. Yoki keyingi narsa o'sha nimasida e'tibor berganimiz. Villaggio deydi menimcha, hattoki bolasini surib yurishgan Filippinda ishlayapti. Shunaqa. Bitta bolani topshirib qo'ygan bitta odamga. Yoki kuchukchani aylantirib yuradi. Kuchuk qimmatligi bilinib turibdi-da. Okey. Kuchuk qimmatligi bilinib turibdi. Kuchukka qaraydigan ham alohida. Ya'ni Qatar o'sha 300 ming aholisi rostdan ham juda boy. Qolganlarni bemalol yonlab endi biza eshitgan miflar to'g'ri bo'lsa, o'sha hamma qazib olinadigan neft zaxiralarini, gazlarni yarmi o'sha 300 ming aholiga teng bo'lib beriladi. Ya'ni yarmini davlat oladi va ishlatadi. Dividend ko'rinishda. Yarmini 300 ming aholi olsa, yaxshigina summa bo'ladi-da ularda. Lekin o'ylamang, qanaqa qilib fuqaroligini olish degan narsalarni o'ylamang. Biz o'yladik-ku, ne o'ylayapsan? Yo'q, o'shani tezda qaytarib qo'ydik-da. Ya'ni hozir misol uchun hattoki borib qatarlik bir qizga uylansangiz ham sizga fuqarolik berilmaydi. Farzandingiz bo'lsa ham keyinchalik fuqarolik berilmaydi, chunki bu bo'lishishda to'g'risi, gazdan keladigan pulni u bilan bo'lishish kerak. Ayollarni agar turmushga chiqqan taqdirda 6 kishi imkoniyati bor, 6 kishi. 6 kishi fuqarolikka, ya'ni kuyov tarafdagi 6 kishi rozi bo'lishi. Kuyov tarafdagi 6 kishi rozi bo'lgandan keyingina qabul qilishadi fuqaroligi. Ular ham request berishadi. Ular ham so'rov berishadi, aniq emas. Ya'ni mana shu darajada qattiq ular bilishadi, nima deydi? Oilamizga ko'plab yangi odamlar qo'shilmasin. Tekin tomonlar kerak emas. Tekin tomonlar kerak emas deb qarashar ekan va o'sha Villaggio degani nima qilganda boy brendlar u yoqda yashashyapti-da. Biz do'konlarni qarab, bu soat do'koni bo'ladimi, Gucci do'koni bo'ladimi?
Men o'sha yerda o'yladim, lekin misol uchun agar rostdan boykot qilishganida yoki umuman ishlarkanda, ya'ni boy arab davlatlari sota olmay qo'ysa, ular shundoq yo'q ketarkanda. Chunki ko'rdingiz-ku, hamma luxury brendlar ham o'shanda ketma-ket turibdi, arablar prosta borib narsalar olishyapti. Olmay qo'ysa katta anaqa bo'lar ekan. Oldin Katta yo'qotish bo'ladi. tasavvur qila olmasdim-da. To'g'ri. Chunki bu do'konda mahsulot do'konni to'ldirib turuvchi narsadan ko'ra mahsulot kamroqda. Ya'ni qayerdadir endi buni albatta biz boshqa davlatlarda ham ko'rganmiz, lekin endi Qatarda o'sha shunga bo'lgan talab balandroq. Bundoq qaraganda to'lov qobiliyati baland. Arendalarni ham gaplashdik-ku Nurmuhammad bilan. Arendani nimasi edi? Qatar Airways'da ishlagan o'zbek nima bilan. Qanaqa ekan? O'sha $1100 to'layman dedilar 3 kishi yashashlariga. Yashashlari, to'g'ri. Borib yashashdan oldin hozir baribir o'ylaysizlar, arenda qanaqa bo'ladi, ijaraga tursam, xarajatlar, lekin baribir o'sha to'lov qobiliyati baland bo'lgani uchun narxlar qimmat. Narxlar qimmat ekan. Yeb-ichish qimmat, yashash qimmat. O'zi qimmat davlat ekanda. Fuqarosi bo'lsangiz, lekin Fuqarosi bo'lsa arzon bo'lishi mumkin. o'sha aytganimiz 300 mingga ichida bo'lsangiz, endi o'sha universitet u boshqa, lekin boshqa tarafdan qaraganda O'zbekistonda ham el yurt umidi to'lab beryapti. Ya'ni Qatardan hech kamimiz yo'q deya olmaymiz, chunki aholimiz 35 million. Aholimiz 37 million, 38 million. Ya'ni aholimiz ko'pligini hisobiga ham baribir buni inobatga olish kerak. Endi Ob-havosini gapiraylik. Ob-havosini gapirishlik. Siz ayting. Biza o'yladik, men o'yladim. Boraman, Toshkentdan kurtka bilan ketgan bo'lsam, kurtkani shundoq tashiyman, shu bilan yana qaytayotganda kiyaman deb o'yladim. Adashgan ekanman. Siz kurtka kiyibsiz, men даже kurtka ham kiymagan edim. Shundoq bitta kostyum ilib ketayotgandim. Yo'q, lekin yilning eng sovuq kunlariga tushib qolmizda. U sovuq deganda ham 12 gradus. Qaysiki, ya'ni yaxshi kiyinib yursa bemalol maza qilib 12 gradus qo'shimcha 20 km/soatiga shamoli bor ekan, cho'l bo'lganligida. Havosi yaxshi, lekin yengil, qishda borib qishlab keladigan yaxshi havo ekan. Va eng zo'r, butun dunyoda bir fenomenal qanaqadir innovatsiyalardan biri o'sha Qatar Cool bor edi-yu. Biz endi yozib bormadik-ku. Bu bir aqlga sig'maydigan narsa-da o'zi, ochiq havoni sovutish. Qattiq sovutar ekan u. Qanaqa Ochiq havo, masalan, ko'chani sovutar ekan. Ko'cha konditsioner. Astanovkani misol uchun. Xonamizda mana bitta konditsioner yopiq joyi sovutsa, u o'sha jahon chempionatini nima qilish uchun ochiq havoni sovutadigan darajada texnologiyalar qilishgan. Bu ham zo'r. Endi boshqa tarafdan uch taraf o'zi dengiz bo'lgani ham baribir filtr qilib beradi. Bizda turgan o'sha nima dedik? Toshkent City dedikmi? O'sha Doha Cityni atrofini qarasanglar ham hamma joy dengiz, suv bor, havosi nisbatan toza. Shunaqa lekin, ya'ni havo rostdan ham toza. Biza 22-datani tashab ketdik, lekin u yoqda ham nima bo'ldi? Qiziq bo'ldi. Ovqatni festivali haqida endi bizlar ham bo'ladi-yu, bunchalik bo'ladi deb men ko'rmadim, to'g'risi. Food Summit bo'ldi. Food Summit qiziq, men ham birinchi marta bo'lishim bunaqa food anaqalarda, festivallarda. Juda ham ko'p joylar bor, har xil davlatlarning, asosan arablarning o'ziniki ekan, har xil ko'cha ovqatlari, street food deydi, street foodlarni sotishyapti. Har xil boshqa entertainmentlar bo'lyapti. Tez yeyish bo'yicha, tez yeyish musobaqasi bo'lyapti. Nuriddin o'ynamoqchi edi, to'lib qoldi. Potensialga ishonyapti. Shunaqa qiziq, yaxshi bo'ldi. O'zi bilasizmi, eng yomoni tadqiqotlar o'tkazishgan-ku, 2 xil shikoyat qo'yishsa, bittasini tanlaydi odamlar. 18 xilni qo'yib qo'ysa, qiynaladi, stress boshlanadi. Shunaqa bo'ldi. Menda stress bo'ldi, to'g'risi. Biz ham aylanib chiqdik-ku. Biz butun bitta ovqat yeyish uchun ancha yurdik. Unga qaraymiz, bunga qaraymiz, chunki rostdan bu Web Summit, qanaqadir IT texnologiyalar bo'ladigan startaplar. Bu Food Summit degani toza mana 3 metr joyda, har 3 metr joyda yangicha ovqat, yangicha ichimlik, yangicha qanaqadir nima boshqa narsada, Livan nimasi, oshxonasi, Eron oshxonasi, Xitoy oshxonasi degandek juda ham ko'p. Menimcha bizda ham O'zbekistonda o'sha ovqatni yaxshi ko'radigan xalq sifatida aytsak, bizda ham mana shunaqa festivallar bo'ladi menimcha. Biz bormaganmiz mana. Bilmayman, bizda o'zi mana shunaqa narsalar bir tarafdan bo'ladi, bir tarafdan eshitmay qolamiz. Lekin ikkinchi tomondan bo'lmaydi ham, balki bo'lmas. Ko'p qilish kerakdir. Umuman mana shunaqa eventlarni, tadbirlarni ko'paytirish kerak. Food Summit qilish kerak. Mana bahor kelyapti, yaxshi ketadi.
o'zi umuman aholi chiqib dam oladigan, har xil entertain qiladigan narsalar ko'proq bo'lishi kerak deyman. Oxirgi paytlar ko'payib qoldi lekin ancha. Mana shu entertainment deganingizga Qatarga ham agarda nimadir g'oya o'ylasanglar, umuman arab davlatlariga, menimcha mana shu ko'ngilochar dasturlar ham kerak. Chunki qanaqadir bir har xil ko'ngilochar dastur qiladiganlarni bitta joyga yig'ib vaqtini o'tkazish. Chunki aytishdi, qatarliklar o'sha 7:30da ish boshlasa, soat 1da ishdan ketadi. Siz tasavvur qilmang buni. 1da ishdan ketishadi. Bizni o'sha o'zbeklar ana 2-3da ketar. Ya'ni unaqani butun kun bo'yi bor ish yo'q. Ya'ni Bo'sh vaqti ko'p. bo'sh vaqti ko'p va bu bo'sh vaqtda mahalliy aholi o'sha mashinasida o'tirib Food Street'da choy ichish bilan ham o'tkazishi mumkin, yana qayergadir borib gaplashishi mumkin, shishaga borishi mumkin, lekin boshqa, ya'ni baribir vaqtini o'tkazishga nimasi bor, nima deydi? Qiziqishi bor, ayniqsa kechki payt. Chunki bilasizlar, biz borgan payt salqin edi, lekin qolgan payt odatda baribir 30 gradus shu atrofda issiq bo'ladi va kechki payt ular faol bo'ladi. Yana bizda anaqa Dohada kam ekan, o'zbek restoranlari kam. Ikkita joy ko'rdik. Ular ham yangi ochgan ekan. Bittasi o'sha Okani pizzaxona ochganlar, bittasi qaysi edi? Skaska degan joy ochgan. Menimcha, agar kimdir o'sha qiziqsa, o'sha tema ham qiziq. Restoran ochish. Somsa ochish kerak. Osh ochish kerak. Osh sifatli ovqatlarni lekin yeb ko'rdik. O'sha Suriya oshxonasida ham, zo'r ekan. nimada ham, Yasmin Palasda ham yeb ko'rdik. O'xshashroq jihatlar bor. Va eng asosiysi kim hazil qildi esimda yo'q. O'sha halolmi deb hazil qilishdi. Ya'ni Qatarda umuman hattoki sendvich ko'rinishida aniqlab qo'yishsa ham cho'chqa go'shtini olib kirishga mumkin emas. Ya'ni hech qanaqasiga imkoni yo'q. Ya'ni bu savol o'z-o'zidan yo'q. O'zi Qatar islomiy qanaqamidi? Countrymi? Shunaqa bo'lishi kerak. Endi baribir hozir bu savol qanaqadir muhokama uchun savolda, chunki Birlashgan Arab Amirliklaridan keyin Saudiya Arabistoni, Qatar ham baribir ochilyapti-ku. Bu yerda ko'proq baribir diniy mumkin emas degan narsalardan sal baribir nima bor, nima deydi? Mayli. O'zi kelib, o'zi uchun nimadirlar qilsa, mayli endi, misol uchun tojja ichkilik mehmonxonalar ichida yopiq muhitda barlarda kechki payt mumkin. Okey, lekin bu umumiy joylarda, umumiy ovqatlanish joylarida yo'q. Mana shunga o'xshagan qanaqadir nimalari bor, nima deydi? Chet elliklarga nafaqat o'sha arab davlatlari yoki musulmon davlatlar, qolgan davlatlarga ham ochilishga qanaqadir nimalari bor, nima deydi? Harakatlari bo'lyapti. To'g'ri. Bro, keyingi Qatar sammitga yoki Lissabonga borish uchun qanaqadir o'zingizga nimalar qo'ydingizmi? Nima deydi? Maqsadlar. Mana shuni qilsam, mana boraman deydigan. Maqsad shu startap qilib borish bo'ldi. Yana qaysidir tor sohada, misol logistika bo'lishi mumkin yoki boshqa sohada bo'lishi mumkin. Nimadir qilib borish kerak deb o'yladim. Shunga harakat. Ya'ni startapchi sifatida bormoqchisiz. Tomosha qilib, outsource kompaniya pul olib keladigan bo'ladi. Pul olib keladigan. Siz ham agar ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, albatta Web Summitni qidirib ko'ring. 4 ta shaharda bo'ladi, balki sizga Qatar emas, Vancouver qiziqdir, mana Mayda bo'ladi, Rioda bo'ladi yoki Lissabonda yil oxirida noyabrda bo'ladi. Qarab ko'ring. Mana biz qarab turibsizki, borib kelganimiz uchun Web Summitda reklama qilyapmiz. Lekin bizda foydali reklama joyini ham aytib ketsak bo'ladi. Birinchidan o'sha sizlar ham aloqador bo'lgan, IT tarafini qilayotgan Ibrat farzandlari ingliz tilini hozirdan amakingiz, tog'ingiz, o'zingiz, jiyaningiz kim bo'lsa, 3 oyga qolmasdan General English o'rgansanglar bo'ladi. Eng arzon, bozordagi eng arzon narxga. Mutolaada kitob o'qinglar, tinglanglar. Shaxmatni ustingiz bilan o'rganinglar, bepulga hozircha endi yangi bir funksiyalarimizni qo'shsak, biz ham premium qilish niyatimiz bor. Uni ham o'sha biza qolamiz. Dasturiy til ta'minoti Ziyo Muhammad bro, Nuriddin brolarda va albatta zamonaviy kasblarga o'rganinglar. Bu ustoz AI orqali bemalol qisqa vaqt ichida qanaqadir o'zingizlarda bozor qiymatini shakllantirsanglar bo'ladi. Ya'ni hamma ham startapер bo'lmasligi, hamma ham o'sha investorga nimadir taklif qilmasligi tushunarli. Nimadir sohani professional bo'lib ham borsangiz bo'ladi. Chunki bu yerda juda ko'p media sohasi vakillari bor edi, boshqa. Va albatta qizlar uchun. Qizlar uchun. Qizlar akademiyasi. Qizlar akademiyasi va multik ko'rish uchun albatta bolanglarga, jiyaninglarga Bek va Lola va Yashil makonni qo'yib beringlar. Bu hali
qisqacha bizni ijtimoiy reklamalarimiz. Hozir aytilmagan biron gapingiz bo'lsa, marhamat aytib oling. Bu erkin, nima yaqinlaringizga tilaklaringiz deydi. Bilmadim, to'g'risi hech narsa xayolimga kelmayapti. Umumiy olganda Web Summit juda ham zo'r o'tdi. Taassurotlar zo'r. Hammaga Web Summitga borishni taklif qilaman, sohaga aloqador. Va shunaqa eventlarda ko'p qatnashishni tavsiya qilaman. O'zimiz ham ko'proq boraylik. Siz bilan birinchi safarimiz bo'ldi. Xudo xohlasa keyingi safarlarda ham birga bo'lamiz. Bizga Muhammad bro bitta juda qiziqarli talaffuzni o'rgandilar. Bitta bo'lsin bro, mikrofonga yozib qo'yaylik. Arablar ko'proq oni u deyisharkan, u deb anaqa qilishar. O'shanga telefon ko'tarsa ham alu deyishadi. Shu qiziq eshitadi juda ham. Mana shu nimani o'zi rosa qiziq. Mani shaxsiy fikrim, Web Summitga borish to'ppa-to'g'ri startapchi sifatida borish kerak, kapital u yoqdan qidirish kerak. Venture kapitalistlar juda ko'p edi, rahbarlari o'sha yerda edi. Bu Orbit bo'ladimi yoki Vox'da adashmasam, shunga o'xshagan juda ko'plab nimalar bor. Venture capital, JP Morgan o'sha yerda edi, ya'ni dunyoning eng katta kompaniyalariga pul nima qiladigan. Ya'ni startap sifatida boring, bu juda qiziq bo'ladi. Qanaqadir ovga chiqasiz, ya'ni tomoshabin emas, ovchiga aylanasiz, qayerdadir nimadir imkoniyat qidirasiz. Va AI ga alohida e'tibor beringlar, sababi men e'tibor berganim Pokistonlikmi, Hindistonlikmi, Niderlandiyalikmi, turkmi, hamma nimadir AI bilan o'zini joyini topyapti. Hali bu bozor bo'linmagan, hali bu bozorda imkoniyatlar ko'p, turli xil sohalarga implementatsiyasi bu alohida mavzu. Ya'ni Startda bir xilmiz. Startda hozircha bir xilmiz. Albatta hozir aytishlarim mumkin, dataset boshqa deb. Yo'q. Qidirsanglar, trening qilib olasizlar, boshqa qilib olasizlar. Keyingi yil shu etaplardan o'tgan yildan ko'ra hozirdan sun'iy intellekt bilan bog'liq agar qiziqishinglar bo'lsa, boshlanglar, produktivlarni yaratinglar, startap qilib buni bir upakovka qilinglar. Mana shunaqa Web Summit bo'ladimi, Nurdin bro aytgan turli xil boshqa nimalar bo'ladimi, tadbirlar bo'ladimi, topshiringlar. Turli xil batchlarga topshiringlar, o'sha Plug and Play'ga, Alfarabiniki, boshqa Qataroz'ni ko'plab. Va oxirgi fikr, faol bo'lib, proaktiv bo'lib, dunyoni rivojlanayotgan insonlari, rivojlangan insonlarni safida bo'linglar. Menimcha qisqa bo'lsa ham mana shu podkastimizdan mazmun shu edi. Yana nimalarni gapirmay ketdik, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Biz menimcha o'sha taassurotlarimiz bir qismini bo'lishishga erishdik. Muhammad bro, rahmat bro. Rahmat. Va albatta Global Move fokus ochishni boshlanglar, chunki ular ko'plab yangiliklar qilishyapti. Bu podkast hattoki qaysi kanalda chiqishini ham bilmaymiz, lekin bu hali aytganimdek audio ko'rinishda ham chiqadi, mashinalarda ham eshitib yurishingiz mumkin. Bu uchun albatta Ali Safarovga alohida rahmat. Like bosinglar, izoh yozinglar va ko'rishamiz qachondir. Qayerdadir.